Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan mana shu monsterani delikatesna sorti adashmasam ekib olamiz. Bu monsterani kesib bankaga solib qo'yganimga ro'parasi 1 oy bo'ldi. 1 oy oldin kesib oldim. Juda ham tez tomirlari chiqar ekan. Oyna ochiq, ko'chada shovqin bo'lyapti, e'tibor qilmaysizlar. Mana tomirlari juda ham zo'r bo'lib, qaranglar, qanaqa zo'r bo'lib tomirlab ketdi. Shuni o'ylab turibman. Barglari juda ham katta-katta, 3 ta bargi bor, lekin tomiri kamroq. Men 2 ta idish tanlab qo'yibman, lekin bittasi juda ham katta, bittasi juda ham kichkina. Boshqa yo'q ekan. Ko'chada juda ham shovqin. Oynani ochib qo'ydim, yopdim hozir. Tomirimiz lekin mana shu stakanchikka juda ham yaxshi mos tushyapti. Tepasi mos emas. Agar mana bu idishga ekaman desam, juda ham kichkinalik qiladi. O'shaning uchun o'ylab turibman. Shu idishchaga ekib olib, 1-2 oydan keyin kattaroq tuvak topsam, ko'chirib o'tkazsam bo'ladi, menimcha. Chunki barglari katta-katta, lekin tomiri juda ham kichkina. O'ylanib turibman. Mayli, mana shu idishga ekib olamiz, hozir ko'ramiz. Taglarini kesib olganman. Qani boshlaymiz bo'lmasa. Bismillahirrohmanirrohim. Tagiga drenaj kerak emas, chunki o'zi juda ham kichkina stakanchik. Ozgina solamiz. Drenaj tayyorlab qo'ygan edim ichiga, lekin juda ham kattalik qilyapti. Penoplastdan solmoqchi edim. Kattalik qilyapti. Mana shu stakanchik menimcha norma. Hozircha. Oddiy suvga bitta ugl tabletkani solib 1 oy shu bankada turdi. Mana shu chiroyli bo'lib tomirlab chiqdi. Agar kimda kim o'ylanib turgan bo'lsa, tomirlarmikin, agar воздушный tomiri kichkinagina bo'lsa ham, ko'rinib turgan bo'lsa, albatta tomirlaydi. Qo'rqmasdan kesib tomirlatishga qo'yib olsangizlar bo'ladi. Fonar o'chib qoldi, o'zi yoqib olaman. Telefon fonarini yoqishga iloji bo'lmayapti. Bizdagi tushib qolgan, o'zgina qarovga bo'lib chiqyapti videomiz. Mayli. Zaryadkasi kam qolganligi uchun o'chib qolibdi. Bu stakanchigimiz u darajada kichkina emas ekan. Agar bundan kattaroq tuvakka eksak, tomiri bilan bo'lib, gulimiz darajada yaxshi rivojlanmay qolishi mumkin. O'shaning uchun ozgina tomirlar qisilibroq turgan tuvakka eksa, gul o'zini yaxshi his qiladi, yaxshi rivojlanadi. Gul magazinida ham ko'proq e'tibor bersangiz, gullar o'ziga nisbatan juda ham kichkina tuvakda turgan bo'ladi. Agar gulli tomirlari tuvakda o'rab olib, ko'p tomirlab turgan bo'lsa, u gul bor kuchini bargiga, gullashga beradi. Agar tuvagi kichkinagina bo'layotgan bo'lsa, u gul bor kuchini tomiriga berib, gulingiz yaxshi o'smay, rivojlanishdan orqada qolib ketishi mumkin. O'shaning uchun iloji boricha gul ekayotgan vaqtingiz, gulni ko'chirib o'tayotgan vaqtingiz e'tibor qiling. Tomirga nisbatan tanlagan idishingiz bir-biriga mos bo'lishi kerak. Juda ham katta bo'lib ketmasligi kerak. Agar gulli tuvagi juda ham katta bo'lsa, ichidagi tomiri kichkinagina bo'lsa, u gulingizdan 1 yilgacha ham rivojlanishini kutmasangiz bo'ladi. Chunki u ichkarida tomir bilan bo'layotgan bo'ladi. U gul bor kuchini o'sha tomirni ko'paytirish, tomir
tomirda o'sha tuvagida egallab olishga harakat qilib, gul rivojlanmay qoladi. Agar tuvagida egallab olgan bo'lsa, qisilibroq turgan bo'lsa, bor kuchini gul tepaga berib, tepasi chiroyli bo'lib o'sadi. O'shaning uchun gul magazinlarda ko'proq e'tibor qilgan bo'lsangiz, gul tepasi katta, lekin tomiri kichkinagina bo'lib turgan bo'ladi. To есть tuvagi tomir emas, tuvagi kichkinagina bo'lib turgan bo'ladi. O'sha kichkinagina tuvagning ichida juda ham chiroyli bo'lib tomirlar rivojlanib o'sayotgan bo'ladi. Ko'pincha biz gul olganimizda, sotib olganimizda qilayotgan xatolardan bittasi, olib kelib uyga sirazi katta tuvakka ekib qo'yamizda, keyin o'sha bozorda turgan gullab chiroyli bo'lib turgan holatini kutamiz, lekin afsuski ko'pchilik shu joyda xato qilib gullarini quritib o'ldirib qo'yadi. Chunki gulni sotib olganingizda bozordan hech qachon olib kela sola boshqa tuvakka o'tkazmang, chunki adaptatsiya bo'lishi kerak. Gullarda stress bo'ladi. Joyini o'zgartirgani uchun hech bo'lmaganda bir haftadan ziyod 10 kun adaptatsiyada bo'lishi kerak gullar. Keyin almashtirib olsangiz bo'ladi. Hamma joy rasvo bo'ldi. Mayli, oz tozalab olamiz. Mana oldim. Katta bo'lib ketdi deb yo'q, katta emas, lekin chiroyli bo'lib ketib oldim. Bu nakleykasini olishga iloji bo'lmadi, yaxshi olinmadi, mayli, shunday bo'lsa ham. Stolimiz ustini ozgina tozalab oldim. Mana juda ham chiroyli, ko'rinishi yomon emas. Menimcha idishi ham unaqa kichkina emas, o'ziga mos. Mana bu, mana shuni kesib olganman, mana shu joyidan kesib olganman. Mana bu kichkinagina barik chiqardi, nimagadir bu bunaqa barik chiqarmaslik kerak edi. Nimadir yetishmadi shekilli, bu shunaqa kichkinagina barikcha chiqarib, asli bu katta bariklik monstera. Lekin bu shunaqa barikcha chiqardi. Nimagadir kesib tashlasak balkim o'zgarib tagidan chiqarar. Mana bu yerdan yana ko'rinib turgan bo'lsa, butonchasi turibdi. Ko'rinib turgan bo'lsa, mana shu joydan yana chiqmoqchi bo'lyapti. Men buni nimaga kesib olganman? Mana shunaqa uzun bo'lib ketgan edi. Mana bu yerdagi barglari, men ko'p suv quyganimdan tomirlari chirib, barglari sarg'ayib, barglariga qora dog'lar tushib, monstera gulim juda ham o'zini yomon his qilib qolgan edi. O'shaning uchun kesganman. Barglarini olib tashlaganman. Yomon bo'lib qolgan barglarini mana shu joylari turibdi. Dalish o'sishni boshlagan edi. 3 ta barg chiqardi. Bu mana shu joyi juda ham xunuk turgani uchun men buni kesib tomirlatishga qo'ydim. 1 oy ichida chiroyli bo'lib tomirladi, lekin mana bu shunaqa ahvolda chiqdi, kichkinagina bargcha bo'lib. Bu tagidagi limon va mandarin qizlarim ekib qo'yishgan. 4 ta chiqqan, mayli turibdi. Ziyon tekkan yo'q, olib tashlamadim. Ko'ramiz, kutamiz endi. Balkim keyingi barglari chiroyli bo'lib, sog'lom bo'lib o'sar. Mana shunaqa holatligi uchun men buni kesgan edim. Kanalimda mehmon bo'lsangiz, a'zo bo'ling, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Bugungi videomizni shu bilan yakunlayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.